Ko'pchilikning uyida shunaqa aboylar chekkalar ochilib qoladi va xunuk bo'lib qoladi. Bunga uy sharoitida juda ham chiroyli yechim topamiz bugun. Bizga kerak bo'ladi bir stakan suv, shunaqa temir idish, bitta qoshiq va hamma do'konlarda topsa bo'ladigan kraxmal kukuruzli. Bir stakan suvni quyamiz. 200 mg atrofida bo'lsa bo'ladi. Taxminan bir osh qoshiq. Men ozgina qo'shib qo'ysam yoqmaydi. Aralashtirib. Past orada quyi holatga kelguncha aralashtiramiz. Past orada sindirmasdan aylantirib turgan holatimizda mana shunaqa quyi holatga yetib keladi. Buni sovutib, keyin devor chetlariga surtib ishlatsak bo'ladi. Jarayonni ham ko'rsatib beraman. Tayyor tulayimizni asta-sekin oz-ozdan olib surkab chiqamiz, aboy chetlariga tekkizdirib. Ozgina muddat kutganimizdan keyin aboyimiz ozgina uvib olish kerak, sababi ko'tarilib qolgan, anaqa qilib qatib qolgan bo'ladi. Shu ozgina uvib olgandan keyin asta-sekin qo'limiz bilan anaqa qilib yopishtirib chiqsak bo'ladi. Mana ko'tarilib qolyapti. Shuning uchun ozgina muddat tulay bilan qoldirsak, ozgina uvib olgandan keyin mana shunaqa qilib yopishtirib qo'ysak bo'ladi. Shunaqa foydali ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishingizdan chiqmasin.